O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi faollar tashabbusi bilan Andijon davlat tibbiyot institutida bolalarda yassi oyoqlik va skolioz xastaliklarining kelib chiqish sabablari hamda ularni oldini olish va bartaraf etish yo'llari nazariya va amaliyot mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Jarayondan muxbirimiz xabar qiladi. Tadbirda sog'liqni saqlash sohasining yetuk mutaxassislari, ilmiy xodimlar, professor, o'qituvchilar, tibbiyot oliygohi talabalari hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda bolalarda harakatsizlik, noto'g'ri o'tirish, kompyuter va telefonlardan uzoq vaqt foydalanish kabi omillar tufayli bu kasalliklar ko'paymoqda. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, maktab yoshidagi har 5 bolaning biri yassi oyoqlikning yoki skoliozning dastlabki belgilariga ega. Anjumanda o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, bu kasalliklarning ildizi ko'pincha erta bolalik davrida shakllanadi. Noto'g'ri poyabzal tanlash, og'ir yuk ko'tarish, kam harakatlilik va noto'g'ri jismoniy mashg'ulotlar bu jarayonni tezlashtirishi mumkin. Shu bois profilaktika choralari aynan oilaviy poliklinikalarda, bog'chalar va maktablarda yo'lga qo'yilishi lozim. Bugungi kundagi tadbirda skolioz hamda yassi tovon kasalliklarini oldini olish, ularni erta aniqlash hamda ularni davo choralariga zamonaviy yondashuvlar ko'rib chiqilyapti. Partiyamiz oldiga qo'ygan dasturlardan biri bizni hududlarga chorladi. Ayniqsa joriy yilning 16-iyunidan 20-iyuliga qadar bo'lgan muddatda barcha hududlarda 17 mingdan ziyod maktabgacha ta'lim muassasalarida tibbiy ko'riklarni tashabbus bilan tashkil etdik. Ushbu tibbiy ko'riklarda 1,3 dan ziyod nafar bolalar qamralgan bo'lib, 18 mingdan ziyod bolalarimizda yassi tovonlik kasalligi, 3 mingdan ziyod bolalarimizda esa skolioz kasalligi aniqlandi. Albatta, konferensiyani mutaxassislar bilan, ilmiy yondashuvlar bilan, tajribali professor ustozlarimiz bilan muhokamasidan so'ng ushbu kasallikni erta aniqlash, bolalarni skolioz va yassi tovon kasalliklarini zamonaviy texnologiyalar bilan tekshiruvlarni yo'lga qo'yish borasida bir qator fikrlarimiz hamda takliflarimizni ishlab chiqamiz. Anjumanda shuningdek, ortoped va fizioterapevt mutaxassislar tomonidan amaliy mashg'ulotlar, to'g'ri jismoniy mashqlar namoyishi o'tkazildi. Ishtirokchilar uchun bolalarda holatni erta aniqlashga xizmat qiluvchi test usullar ham ko'rsatib berildi. University invited me for presentation here. Meni bugun institutga chaqirishdi, konferensiya bor ekan va men bugun yangi texnika bo'yicha prezentatsiya berdim. Bu prezentatsiyalar yassi oyoqlik va tovonning ichki tarafga deformatsiyasi haqida va bu haqida men kitobimda to'liq yozganman. Bu aniqlash, davolash va shunga o'xshash texnikalar haqida. Bu kasallikni aniqlash oson, bitta rentgenda ko'rinadi va undan tashqari uni uyda ham davolasa bo'ladi. Ya'niki mashqlar va shunga o'xshash fizioterapiya va kichkinagina operatsiya yordamida. Bu kabi anjumanlar partiyaning ijtimoiy siyosatida inson salomatligini himoya qilish, yosh avlodning sog'lom rivojlanishini ta'minlash yo'lidagi muhim tashabbuslardan biridir. Bugun konferensiyada albatta xorijiy olimlar shu sohada, o'zimiz respublikamiz bo'yicha shu sohada ish olib borayotgan olimlar, jumladan Toshkent tibbiyot universiteti, Buxoro tibbiyot instituti, Samarqand, Andijon davlat tibbiyot institutini shu sohadagi mutaxassis olimlari o'zlarining ma'ruzalari bilan ushbu yuqorida men aytgan narsalarni demak ko'rsatib berishdi. Bu kasallikni erta diagnostika qilishga qaratilgan va albatta uni davolashga, samarali davolashga va reabilitatsiyaga qaratilgan ma'ruzalar bo'ldi. O'ylaymanki, buni albatta targ'iboti juda muhim ahamiyatga ega. O'sha maktablarda, ayniqsa bog'chalardan boshlab, maktabda, institutlarda bolani mana shu qanday o'tirishidan boshlab, qanday o'zini tutishi hayotda, qanday jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish kerak ekanligini mana bugun yorqin ma'ruzalarda ko'rsatib berishdi. O'ylaymanki, albatta bu narsaga faqat vrachlar emas, bu muammoga demak bog'chadagi tarbiyachilar, maktabdagi o'qituvchilar va institutdagi o'qituvchilar e'tibor berilsa, men o'ylaymanki, hayotda bir yaxshi natijalarga erishish mumkin.